12'ning 10'si. 4'ning 9'si. Hop. Ko'paygan 3'ning 10'si. Umumiy taqsim 9'ning 6'si. Ko'paygan 9'ning 5'si. Minus 6'ning 4'si. Ko'paygan 18'ning kubi. 18'ning Kubi. hop. Ko'paygan 16'ning 3'si. Bo'ldimi? Xo'p, tepani ham tub sonlarga bo'lib olaman, pastni ham tub sonlarga bo'lib olaman. Bo'laveradimi? Xo'p. Tepa 12 degani 3'ning 10'si-yu 2'ning 20'si minus 2'ning 18'si-yu 3'ning 10'si. Pastda 8 2'ning 18'si-yu 3'ning 10'si minus 3'ning 4'si. Bunisi 9 ko'paytirilgan 2 bo'ladi. 2'ning 3'si-yu 6'si bo'ladi. 16 degani 2'ni 4'si bilan 2'ning 12'si. To'g'rimi? Tepadan, suratidan 3'ning 10'si-yu 2'ning 18'sini chiqaramiz. 2'ning 2'si minus 1. Pastda 2'ning 18'si bitta bor, 2'ning 19'si bitta. Demak, 2'ning 18'sini chiqaramiz. 3'ning 10'sini chiqaramiz. Ichkarida 1 minus xo'p, 3'lar chiqib ketdi o'zi jami 3'lar 10 ta, 2'larda 19 ta ekan, demak 2'ning o'zi qolyapti. Bu bilan bunisi qisqarsa, bular qisqarsa 3 taqsim minus 1 teng minus 3. Bormi?